Siz yolg'onning Xudo nazarida qanchalik jiddiy ekanini tushunasizmi? Gap shundaki, haqiqat Xudoning o'z tabiatidir, yolg'on esa shaytonning tabiatidir. Shayton yolg'onning otasi va inson har safar yolg'on gapirganda, u shu tabiat tomonga o'tadi. Hammasi Adan bog'ida boshlanadi. Momo Havo yolg'onni eshitadi, o'sha yolg'onga ishonadi va undan keyin gunoh keladi. Avval yolg'on, keyin unga ishonish, so'ng qulash. Shundan boshlab yolg'on inson tabiatiga kirib keldi. Nima uchun bu shunchalik jiddiy? Yolg'on shunchaki xato emas, bu kichik gunoh ham emas. Yolg'on bu ruhiy yo'qolishdir. Birinchidan, gunoh yolg'ondan boshlanadi. Yolg'on shaytondan keladi. Yolg'on gapiruvchi inson shu tabiatni namoyon qiladi. Yolg'on bizning qulagan tabiatimizning bir qismidir. Shuning uchun biz ko'pincha o'zimizni oqlaymiz. Bu arzimas narsa, bu yaxshilik uchun Xudo baribir kechiradi. Lekin shu bilan birga ko'p muammolarimiz yolg'onning oqibati ekanini sezmaymiz. Muqaddas kitob nima deydi? Xudo bu haqida aniq va ochiq gapiradi. Eski ahd, Chiqish 20:16. Yaqiningga qarshi yolg'on guvohlik bermagin. Chiqish 23:1. Yolg'on xabar tarqatmagin. Yolg'on guvohlik berish uchun betofiq odamga qo'l bermagin. Levit 19:11. O'g'irlik qilmanglar, yolg'on gapirmanglar va bir-biringizni aldamanglar. Sanolar 33:14. Tilingni yovuzlikdan va og'zingni ayyor so'zlashdan asra. Sanolar 107. Makkorlik qiladigan mening uyimda yashamaydi. Yolg'on so'zlovchi mening ko'z o'ngimda qolmaydi. Hikmatlar 6:17-19. Mag'rur ko'zlar, yolg'onchi til, begunoh qonni to'kuvchi qo'llar, yolg'on so'zlovchi soxta guvoh va birodarlar orasida nifoq solishni bas qil. Hikmatlar 12:22. Yolg'onchi til Rabbiy uchun jirkanchdir, haqiqatni so'zlaydiganlar esa unga ma'quldir. Hikmatlar 19:5. Soxta guvoh jazosiz qolmaydi va yolg'on so'zlovchi qochib qutulmaydi. Hikmatlar 19:9. Soxta guvoh jazosiz qolmaydi va yolg'on so'zlovchi halok bo'ladi. Hikmatlar 21:6. Aldamchi til bilan xazinalarni qo'lga kiritish o'limga intilayotganlarning o'tinchini shabodasidir. Yangi ahd, Matto xushxabari 5:37. Ammo sizlarning so'zingiz ha, yo'q bo'lsin. Bundan ortig'i esa shaytondandir. Yuhanno xushxabari 8:44. Sizlarning otangiz shaytondir. Sizlar otangizning hirsini qondirmoqchisizlar. U azaldan qotil edi va haqiqatda tura olmadi, chunki unda haqiqat yo'qdir. U yolg'on so'zlaganida o'zinikini so'zlaydi, chunki u yolg'onchi va yolg'onning otasidir. Havoriylar faoliyati 5:3. Lekin Petrus unga dedi: Hananiyah, nega muqaddas ruhga yolg'on gapirishing va yerni pulidan bir qismini yashirishing uchun shayton sening yuragingni to'ldirdi? Efesliklarga maktub 4:25. Shuning uchun yolg'onni bir chetga olib qo'yib, har biringiz o'z yaqiningizga haqiqatni so'zlanglar, chunki biz bir-birimizga a'zodirmiz. Kolosaliklarga maktub 9:3. Bir-biringizga yolg'on gapirmanglar. Eski insonni uning ishlari bilan birga o'zingizdan yechib tashlab. Timotiyga maktub 1:4-2. Bu aldovchilarning vijdoni go'yo qizigan temir bilan kuydirilganday bo'lib, riyokorlik bilan yolg'on so'zlab. Ibroniylarga maktub 6:18. Toki biz panoh topganlar va oldimizga qo'yilgan umidni mahkam tutganlar, Xudo aldashi mumkin bo'lmagan ikki o'zgarmas narsada qat'iy tasalli topaylik. Vahiy 21:8. Ammo qo'rqoqlar, iymonsizlar, jirkanchlar, qotillar, zinokorlar, sehrgarlar, butparastlar va barcha yolg'onchilarning qismati oltin gurgut va olov bilan yondirilayotgan ko'ldadir. Bu ikkinchi o'limdir. Vahiy 21:27. Hech bir nopok narsa va jirkanchilik hamda yolg'onga berilgan hech kimga unga kirmaydi. Faqatgina qo'zining hayot kitobida yozilganlar kiradilar. Vahiy 22:15. Itlar va sehrgarlar, fohishalar va qotillar, butparastlar va yolg'onni mamnunlik bilan amalga oshiruvchilar esa tashqaridadirlar.
Bu hayot mamot masalasi. Yolg'on bu yo'l. Yoki siz haqiqatni tanlaysiz, yoki aldanishda yashaysiz. O'rtasi yo'q. Hayotdagi o'zgarish misoli. Bir inson yolg'on bilan yashashga o'rganib qolgan edi. U voqealarni bezardi, haqiqatni yashirardi, o'z foydasi uchun gapirardi. Avvalgi bu unga yordam berayotgandek tuyuldi. Lekin vaqt o'tishi bilan hayoti buzila boshladi. Odamlar ishonmay qo'ydi. Oilada taranglik paydo bo'ldi. Ichida qo'rquv paydo bo'ldi. U doim fosh bo'lishdan qo'rqardi va bir kuni u halol tan oldi. Muammo odamlarda emas, muammo o'zimda. U qaror qildi, endi hech qachon yolg'on gapirmaydi. Bu qiyin bo'ldi. U haqiqatni gapira boshladi, hatto noqulay va zararli bo'lsa ham. Avvaliga yanada qiyinlashdi, lekin keyin o'zgarishlar keldi. Ishonch qaytdi, qo'rquv ketdi, qalbida tinchlik paydo bo'ldi. Xudo uning yo'llarini barakalay boshladi. Haqiqatdan uning hayotini buzib tashlamadi. Haqiqat uni ozod qildi. O'zgarish kerak. Biz inkor qila olmaymiz. Ichimizda yolg'onga moyillik bor, lekin biz boshqa hayotni tanlashimiz mumkin. Qanday? Yolg'on gapirmaslikka qat'iy qaror qilish, Xudodan kuch so'rash, har bir vaziyatda haqiqatni tanlash, shu qarorda mustahkam turish. Shunda haqiqiy ozodlik keladi. Istisnolar bormi? Muqaddas kitobda shunday holatlar borki, insonlar yolg'on gapirgan, lekin Xudo ularni hukm qilmagan. Masalan, Misrdagi doyalar, josuslarni yashirgan Rahoba. Nega? Chunki unda ham yuqori qonun bor, sevgi qonuni. Inson hayotini saqlab qolish haqida gap ketganda, ikkinchi darajali narsa asosiy narsaga yo'l beradi. Lekin bu kundalik yolg'on uchun bahona emas. Xulosa, yolg'on halokatga olib boradigan gunohdir. Bu qulagan tabiatning bir qismidir. Lekin chiqish yo'li bor. Haqiqatda yashang, chunki yolg'on vayron qiladi. Haqiqat esa hayotga olib boradi. Tanlov sizniki. Xudoning irodasi bizning ichimizdan o'zgarishimizdir. Obuna bo'ling, layk bosing, izoh yozing. Men haqiqatni tanlayman.